Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana biz obyektimizni уже ikkinchi etajni tugatib oldik. Hozir birinchi etajdamiz. Bu bittasi suvdagi bittasi suvdan qaytayotgan, obratganiki, resirkulyatsiyaniki, bittasi sovuq suv 32 litrda kelgan. Bu yer yopilib shaxta bo'lib ketadi, tepaga ketyapti. Shumka bo'lgan, kanalizatsiya, suv turba, obratkasi, sovuq suv turba, resirkulyatsion sistemaniki bu. Ventilları. Bu yerda unitaz bo'ladi. Bu yer dushovoy zonamiz. Bu yerda rakvina bo'ladi. Полный osma kanalizatsiya bo'lgan. İkinci etajlarimizga shumka bilan ovoz chiqmaydi, xudo xohlasa chotki bo'lgan. Bu xonamiz. Xonamiz ham xuddi shunaqa holat. Unitaz, dushovoy zonamiz, rakvina bo'ladi. Tepasi kanalizatsiya tortilgan. Bu radiator topli pollarni liniyalari ikinchi etajga chiqib ketyapti. İkinci etajga chiqsak, уже ikinchi etajimiz topli pol to'qilib bo'ldi. Полный holimiz. Kollektorlarimiz akkuratni yig'ilgan. Bunisi topli pol kollektori, bunisi radiator kollektori. Joyda ekan bo'lgan holatda ikkovini bitta yashikka sig'dirganmiz. Полный hammomlarimiz ham topli pol bo'lgan, xuddi shunaqa unitaz, dushovoy zona, rakvina. Radiatorlarimiz ham уже tashalib bo'ldi. Bu hammomimiz, bu yerda ham xuddi shunaqa rakvina, unitaz, dushovoy zonamiz. Bu pastdan chiqayotgan hali ko'rsatgan suv obratga sovuq suv turbalarimiz. Bular endi montaj bo'lyapti. Hop. Har bitta panama oynali uylarda yarim metr 1 metr atrofida topli pol to'g'ilgan shunaqa. Bundan tashqari ikki yonboshida radiatorimiz bor. Hozir radiatorlar uстановкасы bo'lyapti bu tomonda. Xo'p, undan keyin radiator turbalarimiz 3-etajga chiqib ketyapti. 3-etajimiz kattagina joy bo'lyapti. Bu yer hali nima bo'lishi noma'lum. Prosta radiator turbalarimizni chiqarib qo'yganmiz. Bu yer bo'lingandan so'ng shu radiator turbalaridan bu yerga ham полный tarqatilinadi. Xo'p, xudo xolasa ikkinchi etajga qo'yish jarayonida buni obrisovka qilib tekshirib qo'yamiz. Buni hozir videosini qo'yamiz. Xudo xolasa kuzatishga davom etinglar. Shunaqa kontentlar oldinda hali. Tabiat video qo'yasizlar, bitta.